Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerika Uyg'ur qirg'inchiligini e'lon qilgandan keyin Xitoyda Pompeoga qarshi tashviqot avj oldi. Dunyo siyosiy tashkiloti Xitoy virusini tekshirish guruhining xizmati Xitoyning kontroli ostida bo'lmoqda. Amerika va Xitoyning harbiy aeroplanlari o'xshash vaqtda Tayvan havo bo'shlig'iga kirdi. Uyg'urlarning futbol tarixi. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. On 9 yanvar seyşənbə günü Amerikanın sabiq Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini e'lon qilgandan keyin Xitoyda Pompeoga qarshi har xil afsona tashviqot avj olgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organlari jiddiy yig'in chaqirib, o'zlarining 2021-yillik ideviy tashviqot xizmatini o'rlashtirgan. Atılmış Uyghur Abnum rayonluq təşviqat bölümü 24 yanvar hər dərəcəlik təşviqat orqanlarını yığınğa çağırıb, bu yıllık idevi təşviqat xizmətinin Xi Jinping'nin atılmış Şinjanı başqırış doğrusudakı baş nişanını əməlgə aşırış üçün güclük idevi kapalət bilən təminləşni. Tematik təşviqatını gəvdiləndirib Şinjan mədəniyyət özləşdiriş quruluşunu çonqırlaşdırış. Cunha milleti ortaq ideyasını torğuzuş. Şinjanın köp tərəfləmilik obrazını namayan qilishlərini tələb qilgan. Xitoy mərkəzdən Sharq Turkistongacha bo'lgan hər dərəcəlik Xitoy təşviqat orqanları və taratquları Amerikanın qararını ayıplash va rad qilish bilan birga Pompeoga shundaqla Uyg'urlar haqida tadqiqot bilan shug'ullanayotgan boshqa organ va mutaxassislarga haqorat qilib, Xitoy axborot doiralarining o'rlashtirishi bo'yicha Uyg'urlar ichidagi har soha kishilarni Amerikaga qarshi gap qildirishni davomlashtirgan. Hammaga ayon, Pompeo hech ish qilolmaydi. Fitna ig'vo tarqatishdan birinchi. O'tgan bir necha yilda u Jungoning Şinjanni idora qilish siyosatini asossiz ayblab, Şinjanning obraziga qolgancha qarsuvab, Şinjan korxonalariga g'aljarlarcha besim ishiltib, yolg'onchilikni oxirigacha davomlashtirdi. Amerika tarixidagi bu eng nachar, eng chakana, eng nomusiz davlat ishlari kalpidan ko'ngil bo'layotgani Şinjandagi kishilik huquq emas, Şinjandagi din emas, Şinjandagi osonlik millatlar texmi emas. O ko'nglida nima o'ylayotdi, nima qilmoqchi deganini Şinjandagi har millat yoshlarning hammasi aniq biladi. O Şinjandagi millatlar munosabatiga so'g'uqchilik selib, Şinjanning taraqqiyotini qalaymqon qilib, Şinjanning bo'linishini keltirib chiqarmoqchi xolos. Xitoy axborotida Pompeo qarshi bayonot e'lon qilgan va o'zini Xotan shahridagi bir masjidning imomi deb tunishtirgan Habibullah Abdurahimning aslida Qarqashning Yov yezisidagi bir kent sekretari ekanligi. U xizmat qilgan Yov yezisidagi 70% diniy zotlarning turmada ekanligi ma'lum bo'lgan. Uyg'ur milliy harakatining rahbari Robiya Qodir xonimning urug' tuqqanlarini va atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq intizom tekshirish komiteti partiya yachekisining muavin katibi, intizom tekshirish komitetining katibi Hamdullohni tashviqot sahnasiga chiqarib Pompeoga qarshi bayonot e'lon qildirgan. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini Amerika hukumatining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilishi Xitoyni qattiq bearam qilgan. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, bu yig'in Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini inkor qilayotgan Xitoyning Amerika qarshi tashviqotni texmi kuchaytirganligidan derak berdi ekan. Yangidan saylangan Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken vazifaga tayinlanib tunji o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb berayotganligini qayta ta'kidlab, o'zining Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat elib berilayotgan degan hukmda ching turdiganligini bildirgan. Davlat bexatarlik maslahatchisi Jackie Sullivan Uyg'urlar qilayotgan qilmishlar sababli Amerikaning Xitoyga badal to'lashga tayyor turish kerakligini bildirgan. Dunyo siyosiy tashkiloti virusning kelib chiqishini tekshirish guruhining mutaxassislari 2 hafta karantin qilish muddati to'shqandan keyin Uxanda tekshirish xizmatini boshlagan. Xitoy Kompartiyasining qattiq kontroli ostida Xitoy virus bemorlarini tunji qatim qabul qilib davolagan doktorxonani va Wuhan yuqumning oldini olish muvaffaqiyatlari ko'rgazmasini ziyorat qilishga o'rlashtirilgan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Dunyo siyosiy tashkiloti mutaxassislarining yerlik taratqular bilan aloqa qilishi yoki mahalla aholilari bilan xohlagancha so'zlash cheklangan. Xitoy mutaxassislar guruhidagilar bilan paranglashga maxsus odam o'rlashtirgan bo'lib, ularning nemini deyishga, nemini degil bo'lmaydiganligini, qanday shaklda deyishini oldin o'rlashtirib, qattiq nazorat qilingan. Xitoy Kompartiyasi yana Dunyo siyosiy tashkiloti tekshirish guruhining Xitoy Kommunistik partiyasining rahbarlik rolini gavdalantirishni maqsad qilgan. Dunyo siyosiy tashkiloti 28 yanvar Twitter hisobida mutaxassislar guruhining tunji turkumdagi bemorlar munosabatlik Wuhan va Janubiy Xitoy dengiz mahsulotlari bozarini ziyorat qiladiganligini, Wuhan virus tadqiqot o'rni va kasallikni kontrol qilish markazining bir qancha tajribaxonasini tekshirib ziyorat qilishni planlaganligini bildirgan. Amaliyotda Dunyo siyosiy tashkiloti mutaxassislar guruhining Xitoy virusini tekshirish safari Xitoy tomonidan ko'p qatim kechiktirilgan. Fransiya taratqullari ilgari Xitoy virusini tekshirish vazifasining yuqori darajada siyosiylashtirilganligini ta'kidlagan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining bildirishicha, shu joy vaqti yakshanba kuni Amerikaning bir razvedka aeroplani va Xitoyning bir necha harbiy aeroplani Tayvanning havo mudofaa farqlantirish rayonining g'arbiy janubiga birli vaqtda kirgan.
O'tgan hafta Tayvan doiralari Xitoyning Tayvan havo bo'shlig'iga kurashchi va bombardimonchi aeroplanlarini ko'p qatim yo'llaganligini doklad qilgan. Amerika Theodore Roosevelt nomli havo matkasini Tayvan bo'g'ozi orqali Janub dengiziga avatgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligi yakshanba kuni jamiyat Xitoy aeroplani Tayvan kontrolligidagi Pratos orlig'i yaqin dengiz rayonida harakat qilganligi. Xitoy aeroplanlari kirgan rayonga Amerikaning bir razvedka aeroplanining o'xshash vaqtda uchib kirganligini bildirgan. Xitoy o'tgan 2 haftadan buyon Tayvan havo bo'shlig'iga bir necha qatim o'ktamlik qilib usib kirib, Tayvan bo'g'ozi vaziyatini jiddiylashtirgan bo'lsa-mu, Amerika harbiy aeroplani bilan o'xshash rayonda o'xshash vaqtda do'qurishib qolmagan. Xitoy oldingi hafta Tayvanga bo'lgan harbiy besimini kuchaytgan va mustaqillik urush deganlik bilan Tayvan ogohlantirgan. 23 yanvar Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Xitoyni Tayvanga tahdid solishni to'xtatishga chaqirgan. Uyg'urlarda o'ziga xos milliy alohidaligiga har xil tantarbiya turlari bor bo'lib, uning ichida futbol alohida o'rinda turdi. Ba'zi tarixiy ma'lumotlarda O'rta Osiyodagi turkiy qavmlarning qo'zini tulumchilab so'yib, ichiga havo to'ldirib ishlangan to'pni tepish usuli bilan qarama-qarshi qal'alarning ichiga kirgizadigan tapuk tepish nomli bir o'yini borligi. Türk qavmisi 29-tom 384-bet. Yana Türk milliy madaniyati degan kitobning 276-betida futbol, chavgan o'yinlari 10 davrdan buyon turkiy qavmlar orasida o'ynalgan deganlar xotirlangan. Tarixiy faktlardan qaraganda futbol yoki to'p turkiy qavmlar tomonidan ijod qilingan bo'lib, o'choqlardagi to'p hozirgi zamondagi to'pga o'xshashmasdan turk tillo divonida ko'rsatilgandek tulumchi so'yilgan qo'zi terisiga yalqachlab tepish, yip to'p tepish, yumshoq narsalardan yasalgan to'pni tepish shaklida bo'lgan. Uyg'urlar orasida futbol o'ynash uzoq tarixdan buyon odatga aylangan. Uyg'ur bolalari o'rma vaqtida bug'doy engizi, kuzda qo'noq engizi va xamallarda eshak minib, o'g'loq, ya'ni tulumchi so'yilgan qo'zi terisiga saman tiqib yoki yal berib chavgan volley o'ynashdan tashqari yipdan yasalgan yoki ikki koni to'moq ichiga yung yoki paxta tiqib to'p qilib, chapondan qopqa yasab futbol o'ynagan. 19-asrning 70-yillari mashhur savdogar ma'rifatchi zot Bog'dun Musabayu Sharq Turkistondagi diniy maktablarda fanniy dars qo'shib o'qishni yo'l qo'ydi. 1883-yili Atush Eksaqda dastlab 3 sinflik maxsus fanniy maktab, 1885-yilga kelganda zamonaviy 8 sinflik fanniy maktab silib, 6 yerda tantarbiya maydoni yasatgan bo'lib, o'quvchilar bu maydonda yugurish, sakrash, mengish turish qatorliq oddiy tantarbiya mashg'ulotlarini olib berishdan sirt, chambash, futbol, arqon va kaltak tortishmoq, asir elish, tosh keldi, tosh ketdi qatorliq tantarbiya faoliyatlari bilan mashg'ul bo'lgan. 1902-yili Bog'dunboy o'z xarajati bilan Rossiya, Turkiyaga o'quvchi chiqarib, o'qish bitirib qaytgandan keyin boshqa tantarbiya turlari qatorida futbolni zamonaviylashtirgan. Natijada Uyg'ur tunji zamonaviy futbol komandasi qurilgan. Uzoq o'tmay futbol butun Sharq Turkistonga tarqalgan. 1927-yili iyul oyida Atush Eksaqda qurilgan Uyg'ur futbolchilar komandasi Angliyaning Qashqarda turishliq konsulining futbol komandasi bilan musobaqalashib, ularni birga qarshi 2 natija bilan, Shveysariyaning ishdan sirtqi futbol komandasini 0 ga qarshi 7 natija bilan yengib olgan. Ayni vaqtdagi Eksaqda qurilgan futbol komandasining a'zolari garchi yeshi 70 dan oshgan bo'lsa-mu, yangi zamon futbol maydonidan o'rin olgan. 1951-yili yashangan dehqonlardan tarkib topgan bu Uyg'ur futbol komandasi G'arbiy Shimol rayoni bo'yicha chempion bo'lgan. Bu ahvollar bizga futbolning Uyg'urlarning an'anaviy milliy tantarbiya turlaridan biri ekanligini, uning xalqimiz orasida xeli burunli keng umumlashganligini ko'rsatadi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.